Assalomu alaykum. HTMLda ya'ni web dasturlashda asosiy qismiga kirib kelamiz. Bunda birinchi o'rinda HTMLda o'rganishdan boshlaymiz. Bunda biz uchun nimalar kerak bo'ladi? Dastlab shu haqida qanday o'rnatamiz, o'sha qanday foydalanamiz degan savollarga javob bersak bo'ladi. Birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladi natijalarimizni ko'rish uchun maxsus brauzerlar. Brauzerlarga bu Google Chrome, misol uchun Google Chrome ochib turibman. yoki bo'lmasa Microsoft Edge, Yandex, Opera Mini ixtiyoriy bitta tanlab ishlatishingiz mumkin. Bunda hech qanday muammo yo'q. Brauzerlar o'zimiz kompyuterimizga o'rnatgan bo'ladi, shuning uchun buni o'rnatishimiz shart emas. Ikkinchisi bu Visual Studio Code deyiladi, ya'ni mana bu ilovamiz, dasturimiz bu kod editor hisoblanadi, ya'ni bizlar kodni yozadigan maxsus dasturimiz. Xuddi bizlar zavodxonlikda ko'rgan Word, Excel kabi dasturlar. Lekin undan birozgina farq qiladi, faqatgina dasturchilar uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Va bu tekin versiya, buni qanday topib, qanday o'rnatish lozim ko'rsatib o'taman. Endi o'rnatilgan, shunday bo'lsa ham bir ko'rsatish mumkin. Demak, brauzerga kirib VS Code deb yozamiz va bu yerda mana download tanlab qo'yamiz. Bu yerda ochilgan birinchi saytdan, ya'ni kirib Visual Studio Code'ga kiramiz va uni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, agar siz Windowsdan foydalansangiz, Windowsdan, Linuxdan foydalansangiz, Linux versiyasidan yoki bo'lmasa Mac foydalanuvchisi bo'lsangiz, Macdan foydalanishingiz mumkin. Biz Windowsdan foydalanganimiz uchun user installer kabi mana buni bosib o'zimizga o'rnatib olamiz. Men buni o'rnatib olganman, shuning uchun buni hozir bosib o'tirmayman. Siz buni bosib o'zingiz o'rnatib olishingiz mumkin. Bosganingizdan so'ng sizga o'rnatib beradi. O'rnatgandan keyin u загрузки papkasiga tushadi. Загрузки papkasini ochib, hop, загрузки papkasini o'chiring. Mana. Загрузки papkasining ichiga tushadi. Bu yerda mana Visual Studio Code endi ikkita o'rnatib qolibdi, bittasini o'chirib tashlashim bo'laveradi. Endi o'shani qanday o'rnatamiz? Sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz va bu yerdan открыть tanlaymiz. Открыть tanlaganingizdan so'ng sizga oyna ochiladi mana bunday. Запустить, menda запустить deyapti. Avval o'rnatganim uchun qaytadan o'rnatib beraymi deyapti. Mayli, запустить qilib qo'yamiz. Bizdan keyin tasdiqlash oynasi ochiladi. Mana bunday oyna ochiladi, tasdiqlash oynasi. Biz tasdiqlab qo'yamiz. Men tasdiqlayman o'sha shartlarni deb rozi bo'lamiz. Keyin bu yoq dalay va oxiri ustanavit ketadi. Juda ham oson, o'rnatish qiyin emas. Dalay. Agar ingliz tilida bo'lsa next holatda ketaveradi. O'rnatib olsin. Demak, bu yog'i bizga bo'ldi. Buni orqaga qaytaramiz. Nazar tutasiz. Mana endi zavrshit qilamiz, ya'ni o'rnatish tugallandi. Zavrshit yoki finish qilib qo'yamiz. Bo'ldi, o'rnatib bo'ldi. Mana endi ochildi. Bu papkamda boya ochib qilgandim. Sizlarda bu papka bo'lib ochilmaydi. Shuning uchun buni yangi oyna sifatida ochib olsak bo'ladi. Bundan chiqib turaman. Bu ham menga kerak emas. Endi birinchi kodimizni yozamiz. Buning uchun men yangi oyna ocha olishim kerak. Buning uchun men new window qilaman. Mana sizlar ham to'g'ri ustini bossalaringiz kifoya qiladi. Yangi oyna ochiladi. Mana bunday oyna ochib keladi. Sizlarga dastlab holat ochiladi. Endi bizlarda mavjud papkamni ochib olish uchun, ya'ni mana bu ekrandagi papkamni ochib olish uchun nima qilaman? Bu ochilgandan keyin fayl bo'lib o'tamiz tepadan va undan open folder qilamiz va рабочий stolda kirib o'zimizda papkamizni tanlaymiz. So'ch mana menda web papkasi va bir papka qilib qo'yamiz. Mana papka tanlandi. Endi bu yerda birinchi HTML faylimizni ochishimiz kerak. Demak, fayl ochishda birinchi yo'l mana bu yerda new file tugmasini bosib, yangi fayl ochishimiz mumkin. Demak, ixtiyoriy nom, misol uchun men index deb nomlayman. Nomlanishi ixtiyoriy bo'ladi, hech qanday muammo bo'lmaydi, lekin biz majburiy qo'yishimiz kerak. .html
siz nimaiki deb nomlasangiz ham albatta oxiri .html bilan tugashi kerak. Ko'ryapsiz, .html qo'yilgandan keyin oldida mana bunday katta kichik belgi chiqib qoldi. Bu HTML emblemasi hisoblanadi. Enter bosamiz. Mana bu yoqqa o'tdik. Yana bu tarafdagi qismga o'tib oldik. Buni yopib turaveraman. Mana bu yoq yopildi. Endi shift va undowni bosgan holatda, ya'ni shift va undow tugmalarimizni, klavishlarimizni birgalikdagi hamjihatlikdagi holatni bosgandan keyin bizlardan bittalik undow va uchtalik undow belgisi chiqadi. Bittalik undow tanlaymiz va bizga mana dastlabki HTML strukturasi hosil qilib berildi. Hozir hamma qismni sharhlab o'tirmaymiz. Shunchaki kod yozib, uni natijasini ekranda chiqarib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bunga kiramiz. Misol assalomu alaykum yoki bo'lmasa ko'pchilik yozadigan hello world so'zimizni ham yozib qo'ysak bo'ladi. Odatda dasturchilar hello world so'zini yozadi birinchi marta yozayotgan vaqtda. Demak, endi buni brauzerda ochib olishimiz kerak. Bu brauzerda buni qanday ochamiz? Buni ochish uchun papkamizga kiramiz. Papkamizga kirganimizda keyin mana index degan faylimiz hosil bo'ldi. Endi buni ustiga 2 marta bosamiz. Mana ekranni bu tarafga ko'rib turishingiz mumkin. Kod yozdik mana bu yerda va bu yerda natijasi chiqdi. Ishimiz ham har doim shu tartibda ketadi. Bu yoqda kod yozamiz, bu yoqda uning natijasini ko'rib boraveramiz. Hammaga rahmat. Bugungi darsimiz shu yergacha edi.